Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistondagi eng qimmat boshlovchilar. O'zbekiston xalq azaldan orzu-havasli xalq hisoblanadi. Har bir ota-ona farzandining baxt to'yini mukammal darajada tashkillashtiradi. Uni bekamu ko'z o'tkazilishga harakat qiladi. Har kim o'z imkoniyati darajasida kelib chiqib to'yiga taniqli xonandalar va mashhur boshlovchilarni taklif etadi. Nilufar Sotvoldiyeva. May 5 telekanal boshlovchisi Nilufar Sotvoldiyeva yaxshi kunlaringizda eng kamida $400 evaziga xizmat ko'rsatadi. Rayhon Ulasenova. O'zbekiston telekanalining Oydin hayot ko'rsatuv boshlovchisi va mahoratli aktrisa. Rayhon Ulasenovani to'y va boshqa tadbirlarda ham tez-tez uchratamiz. Uning xizmat haqqi $300-400. Nigora Karimboyeva. Asosan Sardor telekanali orqali kinoixlosmandlarga yaxshi tanish bo'lgan serqirra ijodkor Nigora Karimboyeva ham o'zining yaxshi boshlovchi ekanligini O'zbekiston telekanalidagi O'zingni angla tok-shousi orqali namoyish etmoqda. To'ylarda ham rus ham o'zbek tillarida birdek boshlovchilik qiladigan aktrisaning xizmat haqqi esa $200 $500 deb belgilangan. Dildora Rustam va O'zbekiston Milliy telekompaniyasining mahoratli suxandoni. Dildora Rustam va dublyajda ham samarali ijod qilayotgan mutaxassislardan biri. Suxandon to'y tantanalarini $200 $700 deb belgilagan. Dilnoza Kubayeva. Mahoratli aktrisa Dilnoza Kubayeva eng qimmat boshlovchilar reytingini birinchi o'rinni zabt etdi. Nashrning yozishicha, aktrisa bolaligidan boshlovchilikka qiziqqan, biroq uning sog'ligi ko'tarmasi yoki takliflar uzoq viloyatlardan bo'lsa, aktrisani juda katta miqdordagi pul evaziga ham boshlovchilikka ko'ndirib bo'lmaydi. Dilnoza Kubayeva to'ylarda $500 dan $1000 bo'lgan narxlarda o'tkazib beradi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.